Ana jinoyatchi bos. O'zbekiston Respublikasi sinfdoshlar birdamligini ta'minlash sudi ayblanuvchi sinfdoshlar gruppasiga yozmay ketgan Shaymqulov Azbek Akram o'g'li sudini ochiq deb e'lon qiladi. Sud so'z navbatini qoralovchiga beradi. Marhamat. Rahmat, hurmatli sudya. Bu shaxs sinfdoshlar gruppasiga qasddan yozmagan. Bu yetmaganidek, sinfdoshlar tashkil qilgan tadbirlarga bezbetlarcha kelmagan. Eng achinarlisi bu ko'rnamak o'zining parallel sinfdoshi AM ismli ma'shuqasi bilan uchrashuvga vaqt topgan. So'z navbatini oqlovchiga beramiz endi. Marhamat. Bechoraning megabayti bo'lmagandir. Balki zaryadi tugagandir. Balki yig'inga boshqa puli bo'lmagandir. To'g'ri lekin. Yolg'on, hammasi bo'xton, safsata. Mana ayblanuvchining har doim megabayti bo'lganligi haqida kompaniyaning xulosa nuqtasi. Ayblanuvchining har doim yig'ilishlarga borishga puli bo'lganligi haqida bosh buxgalter pul tushirib berganligi haqida hujjatning nuqtasi. Bu nuqsa soxta bo'lishi ham mumkin-ku. Mana buxgalterning o'zi ham kelgan. Bu darmayetni har doim puli bo'lgan. O'zi spesialni bo'lmagan buni. Guvohlar bormi? Bu dalada qolgir, har doim qo'liga telefon. PUBG o'ynagan. Botdan lobbi deydi. Kamida 15 yil berish kerak bunga. Siz kimsiz? Siz ham guvohmisiz? Ya men sherda qora olman, konsener ishlayapti ekan, shunga o'tiribman. Jim o'tiring siz. Sud har ikkala tomonni tinglab keltirgan isbot dalillarni ko'rib chiqib hukm qiladi. Ayblanuvchi Shaymqulov Azbek Akram o'g'li sinfdoshlar birdamligini ta'minlash kodeksining 480-modda 3-K bandi 1-qismi qasddan gruppaga yozmaslik o'zini olib qochish. 712-modda 4-Q bandi 2-qismi sinfdoshlar yig'ilganda ataylab turli bahonalar ro'yxatga chiqib kelmaslik. Jinoyatlarni sodir etgani uchun aybdor deb topilsin va 6 oy muddatga Telegram messenjeridan chetlatilsin. Aybdorning PUBG akkauntlari udalt qilinib, Yo'q, iltimos. telefoni musodara qilinsin. Sinfdoshlarga vaqt ajratmay qizchasi bilan aloqada bo'lgan barcha yozishmalari skrinshot qilinib, boshqalarga o'rnak bo'lish uchun gruppa va kanallarga tarqatilsin.